Salom olsun jo'rlar. Bugun biz ajoyib kun o'tkazdik. Otam pensiyaga chiqdi va birinchi pensiyalarni olgani munosabati bilan bizni, ya'ni ammalarim, amakilarim va ularning rafiqalarini, ya'ni amakini rafiqasini biz Andijon Shevada momo deymiz. Sizlarda nima deyiladi olsun jo'rlar? Xullas, hammani olib Andijondagi Tandir kabob restoraniga olib bordilar. Restoran shunaqangi chiroyli joyda joylashgan, tabiatda bag'rida, tinchlik, musaffo havo, xuddi oromgohga o'xshaydi. Otam o'z jigarlari bilan, ya'ni yaqinlarimiz bilan samimiy mehmondorchilik qildik. Bilasizmi, yaqinlar davrasida vaqt qanday o'tib ketganini ham sezmay qolarkan. Suhbat esa zo'r bo'ladi. Ota-onangiz yoshligi haqida, amaki va ammalaringizdan eshitish bu juda qiziqarli lahzalar. Unutilmas lahzalar. Ular yoshlikda qanaqa bo'lgani, qanaqa sho'xliklari qilgani, xullas hammasini aytib berishadi. Shunaqa uchrashuvlar chinakam dam beradi sizga, chinakam diydor beradi, duolar qilinadi, ko'ngillar to'ladi, xotiralaringiz boyiydi, judayam zo'r davra bo'ladi. Xullas, bugun shunaqa ajoyib muhitda yaqinlar bilan birgalikda bo'lib, ko'nglimiz to'lib qaytdik. Yana shunaqa baxtli kunlar ko'p bo'lsin inshaalloh.